Afandim Live, Muhammad Ali Salohiddinov, Tillachi bola, Ochofat va o'zim 5 kishi ishtirok etgan konkursimizdagi yig'ilgan $460 pulli 4 dona 1.350.000 dan kolyaska oldim. 100.000 qolganiga mayda chuyda narsalar qilib 4 ta xonadonga tarqatib, ehsoninglarni yetkazdim. Ko'nglim joyiga tushdi. Menga komment yozgan odamlarga hammasiga ming rahmat. Videoga like bosganlarga bu albatta sizlarni hissani juda ham ko'p. Xudo xolasa ehsonlarimizni Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Mana rahmat yomg'iri, shunaqa issiq kunda yomg'irlar ham yog'yapti. Ko'nglim joyiga tushdi. Bahrom aka, sizga katta rahmat aka. Adbishi sizlarga ming rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Osonlik bilan topa olmaysiz siz bo'lganingizda. Sizlarga ham ming rahmat. Rahmat. Mehnatlaringizga rozi bo'lsin. Ehson qilganlarga ham Alloh dargohida qabul qilsin. Katta rahmat. Ishingizni shu oldi aytuvdilar, aracha qilib berdi. Aka bordim, baqa bordim, o'xshamaydi. Nolalarim o'zi Xudoga yetib. Ko'pchilik ili yeyish bilmaysan deydi. Aslida Tojikistonda mana ili yeyish o'rgataman. Voy! Ketadi-yu. Bismillah. Bugun yengil bo'lganini eslaymiz. Bismillah. Alhamdulillah. Abdulahad, hali bunaqa bubble tea'larni tatib ko'rmabsiz. Ta'miga baho bering. Issig'i kunida ketadi-yu. Bismillah. Voy. Manzil Koson Peta Bonito. Buni yengil egasiga jo'natib qo'yasiz. Ertaga 18-may Bonitton 1 yosh to'lish munosabati bilan 1+1 aksiyasi. Alhamdulillah. Kelasizlar.